Qozog'istonlik qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasi ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga irqiy qirg'inchilik yurgizib, ularning an'anaviy uylarini chaqib, urf-odati, kulturi, madaniyatini buzg'unchilikqa uchratayotgan tajovuzchi Xitoy sayohatchilikni taraqqiy qildirib, texim ko'p sayohatchilarni jalb qilib, kirimni orttirish, irqiy qirg'inchilik va osmosiya qilish qilmishini yo'shirish maqsadida ba'zi qadimiy imoratlarni saqlash uchun qonun belgilamalarini tuzib yo'lga qo'ygan. Xitoyning asosliq tashviqot koni Xinhua agentligining 1-may kunidagi xabariga qaraganda, Qashqardagi an'anaviy madaniyat va imoratlarni qo'g'dashni maqsad qilgan yangi qonun chorshanba kuni yo'lga qo'yilgan. 31 mart kunidan boshlab yo'lga qo'yilgan bu belgilama Qashqar shahridagi tarixiy binokorlikni cheqish yoki buzishni cheklashni maqsad qiladigan bo'lib, binolarni qayta qurishning rasmiy tasdiqini olishni talab qiladi ekan. Qashqar to'pi binolar saqlanib qolgan dunyodagi eng cho'ng shaharlarning biri bo'lib, Xitoyning xabarida aytilishicha, bu qadimiy qurilishlarning tarixi 400 yildan oshadi ekan. U Xitoyning sayohat kirimining muhim nuqtasiga aylanib qolgan. Xitoyning sonliq ma'lumotlariga qaraganda, bu qadimiy shaharda hozir taxminan 40 ming odam yashaydi ekan. Rayonlik xalq qurultiyi doimiy komiteti qonun turg'izish komitetining muavin mudiri Jovchin boshqarishning maqsadi qadimgi shaharni o'zgartmaslik, balki uning meroslarini qo'g'dash deyish orqali xuddi Uyg'urlarning an'anaviy meroslarini qo'g'dab kelayotgandek ta'sir berish orqali irqiy qirg'inchilik va boshqa jinoyatlarni inkor qilishga tirishgan. Cheqilish yoki buzilishdan qo'g'dilgan tarixiy qurilishlarning ichida Hayitgoh masjidimi bor bo'lib, Xitoy Qashqardagi Uyg'ur va boshqa turk musulmonlarining diniy e'tiqodini qo'g'dayotganligini dunyoga bildirmoqchi bo'lgan. Xitoy yana bu saxta tashviqotida 2010-yildan boshlab Qashqardagi 7 mingdan ortiq uyni remont qilish cho'ng turini yo'lga qo'yganligini, bu remont qilish turining 7 yil davomlashganligini, har bir uyning aslidagi binokorlik uslubini imkon qadar saqlab qolishga kafolatlik qilish uchun alohida loyihalanganligini, yangi belgilamada Qashqar qadimiy shahri ichidagi imorat va qurilmalarni o'zgartirishda ko'nlarni hozirgidek saqlab qolish va aslidagi binokorlik uslubi, hajmi va egizligini qo'g'dash prinsipida chang turish kerakligini bayon qilgan. Sharq Turkiston surguni hukumatining Cumhur raisi Dr. Mamtuminali apandi buningga ijtimoiy axborot supisi X'da inkos qaytirib, Xitoy qanday qilib Uyg'ur mahallalari, binokorligi va qadimiy shaharlarni o'z ichiga olgan barliq kultur kimligiga oid narsalarni vayron qilgandan keyin tuyuqsiz ularning qo'g'duvchisiga aylanib qoladi. Siyosiy jihatdan bu bir qabih mashg'ulot. Oldi bilan hammasini yo'qiting, andan buzg'unchilikni yoshirish uchun parchalarni ko'rsating. Xitoy ustulik bilan tashviqot qila oladi. U Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini inkor qilishga urinib, ko'rish ishonishdir degandek ahmoqona va hayajonlantiruvchi shuar bilan boshqalarni guvohchilikqa taklif qiladi. Qadimgi madaniyatlarning meroslarini qo'g'daydiganligini yolg'ondan o'tirg'a qo'yib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qatorliq ommaviy tashkilotlar va dunyoviy o'rinlarni qaymoqtirib, mustamlika zo'ravonligi va buzg'unchiligini niqoblashni maqsad qiladi. Axloq nuqtasidan qaraganda ular rayimsizlarcha o'ldirgan kishilar uchun ikki yuzlimcha bir andisha ko'rsatadi. Ularning ko'ngil bergan qiyofatga kirib olishi munofiqlik bo'lib, millionlagan kishilarni rayimsizlarcha o'ldirish bilan bir vaqtda bir qancha kishining rayimdil ko'rinishi orqali kishilarning tunishini kontrol qiladi. Bu haqiqatan qo'rqinchli. O'ldirish rayim shafqat ko'rsatishdir. Rayim shafqat qilish bir qancha odamning hayotini saqlab qolishdir. Boshqalarni o'ldirish bilan bir qancha odamni qutqizish bir xil qo'g'dash quroli, qo'g'dash oq ko'ngillik harakati. Mana bu jinoiy ideyaning burumlangan logikasi. Estetik nuqtadan aytganda, go'zal Uyg'ur musiqalari, usullari va binokorlik san'atining jalb qilish kuchi orqasida to'kilgan Uyg'ur qonining dahshatini niqoblashning bir yo'lidir. Strategik jihatda Uyg'urlar va Xitoy tez kengayotgan O'rta Osiyodagi boshqa turk millatlari o'rtasidagi madaniyat aloqasini saqlab qolish, ularning o'rtaq gulinish tuyg'usini kontrol qilishning bir yo'lidir. Amaliyotda Qashqar mumiyolangan yuzi orqali dunyodan yoshirin Uyg'urlarning qabristonligiga aylangan bo'lib, O'rta Osiyoga nisbatan Qashqar ularning kelgusi qabristonligiga nazar selish rolini o'ynaydi dedi. Xitoy 3-aviamatkasini sinab qilish uchun qo'yib o'tgan. Washington vaqti xabar torining 1-may kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy davlat axborotining bildirishicha, Xitoy xalq ozodlik armiyasi chorshanba kuni 3-aviamatkasini dengizda sinab qilishni boshlagan. Xitoyning rasmiy harbiy tor bekiti dengiz sinaq uchun Shanxayda yo'llangan aviamatkani 3 paragraflik bir yozma bilan uqtirish qilgan.
Dengiz sınıqı asosliqi aviamatkaning ittirish kuchi va elektr sistemasining ishonchlikligi shundoqla muqimligini sanaydi ekan. Yangi aviamatka 5 burchakli binoning eng yangi yillik dokladida 370 paraxod va suvosti paraxodlari bilan dunyodagi eng cho'ng harbiy paraxod deb atalgan. Bu umumiy aviamatka taraqqiyotida gavdalangan 140 yer yuzi urush paraxodini o'z ichiga oladi ekan. 5 burchaklik binoning aytishicha, dengiz armiya qurilishi yana 3 yangi ommabop hujum paraxodi va 4-chisining yasalayotganligini aytgan. O'rinlashtirilgan 3 hujum paraxodi yaqinqi 4 yilda yasalgan bo'lib, Xitoyning Tayvanga qaratgan har qanday harbiy harakatida muhim rol o'ynaydi ekan. Amerika Moliya ministrligi Rossiyaga qaratilgan yangi jazoni e'lon qilgan. Marina Insight Dengiz okean tushunish xabar to'rining 2 may kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Moliya ministrligi Rossiyaning Ukraina urushi sababidan yurgizilgan jazoga xiloflik qilish tirishchanligini nishonlagan. Yangidan e'lon qilingan jazolash tizimligi Turkiya, Belgiya va Xitoydagi bir qism shirkatlarni o'z ichiga oladi ekan. Yangidan yo'lga qo'yilgan jazoda Rossiyaning mudofaa sanoati va uning muhim materiallar bilan ta'minlaydigan shirkat va shaxslar, shundoqla 3-chi davlatdagi ximiyalik va biologiyalik qurol programmalari nishon qilingan. Washington ilgari Xitoy, Turkiya va Arab Birlashma Xalifaligidagi bir qism shirkatlarga jazo yurgizish orqali Moskvaning g'arb davlatlari yo'lga qo'ygan jazoga xiloflik qilishini to'sgan. Xitoyning Rossiya armiyasini qo'llaydiganligi to'g'risida Washington qayta ogohlantirish bergandan keyin Amerika Moliya ministri Janet Yellen va Amerika davlat ishlari kotibi Antony Blinkenning Xitoy ziyorati jarayonida Amerika, Hong Kong va Xitoyni baza qilgan 20 shirkatga jazo yurgizgan. Amerika Moliya ministrligi va Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan yangi jazo jami 300 shirkat, shaxs va organni nishon qilgan. Ularning taxminan 60i Ozarbayjon, Xitoy, Belgiya, Turkiya, Arab Birlashma Xalifaligi va Slovakiyaga joylashgan. Moliya ministrligining bayonotida bu davlatlardagi ba'zi shirkatlar Rossiyani jiddiy ehtiyojli texnika va uskunalar bilan ta'minlagan deb ayblangan. Hong Kong va Xitoydagi bir qism shirkatlar Rossiya armiyasiga Senezor va uchqusiz aeroplan motori bilan ta'minlagan deb ayblangan. Muajiratga Uyg'urlar orasida hozir ko'rilayotgan eng cho'ng xiroslarning biri ilgirki ojiz kollektivlashishdan barg'ansari yakkalashishga yuzlanishdir. Buning sabablarining biri irqiy qirg'inchilikdan kelib chiqqan asoratdan sirt vatanga turli shaklda berib kelganlardan keyin ko'rilgan bir-biriga ishonmaslik hodisasining kuchayishidir. Amaliyotda Xitoyning yaqinda bir qism Uyg'urlarning vatanga berib kelishiga yo'l qo'yishi strategik bo'lib, irqiy qirg'inchilikning oxirgi bosqichlarining bir qismi edi. Bu bosqich dal irqiy qirg'inchilikni inkor qilish bosqichi edi. Bu bosqich ikki nishonni ko'zlaydi. Biri, bir qism Uyg'urlarni vatanga berishga yo'l qo'yish orqali irqiy qirg'inchilikning mavjudligini ular orqali inkor qilg'izish. Shunlashqimi vatanga berib kelganlar orasida irqiy qirg'inchilik haqida ko'rgan anglaganlarni ilgirki lager shohidlaridek so'zlaganlar va bu haqda guvohlik berganlardan birimi yo'q. Yana ularni Xitoy vizasiga iltimos qilg'izish, yol bergizish, shartga ko'ndirish va vatanga berib kelib, bu haqda hech nima degizmaslik orqali ularning qo'li orqali irqiy qirg'inchilikni rad qilg'izish yoki uning dahshatini tuvanlatish, ularga bu xo'rliqlarni qabul qilg'izish va bu haqda eg'iz ochqizmaslik masalaning texmi bir yerginishlik tarafi. Ikkinchisi, bu orqali vatanga berib kelganlar bilan texi bormaganlar va bormaydiganlar o'rtasida cho'nqur ishonchsizlik paydo qilish, ya'ni muajiratga Uyg'urlarni ichidan bo'lish, bir-biriga ishonmaydigan va hatto bir-biridan yirgindigan qilish. Natijada Uyg'urlarni siyosatdan bezdirib qolmay, bir-biridan bezdirish va oxirida chet eldagi kollektiv hayotni asta-asta vayron qilish. Demak, vatanga yaqinda berib kelgan Uyg'urlarni Xitoylarning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini elib berishda planlagan to'siqqa tushdi deyishga bo'ladi va buning ta'siri intayin yomon bo'lyotidi. Bu ta'sir uzoqqa so'ziladi. Jamoat hayotini saqlab qolish oldimizdagi ta'xirsiz masalaga aylandi. Biz yakka shaxs sifatida emas, faqat jamoat sifatida mavjudligimizni saqlay olamiz. O'zaro ishonch bizning omon qolishimizdagi g'oyat zo'r ma'naviy bog'dir. Bu bog' uzilsa, xuddi yip uzilgan marjandek chechilib tugaymiz. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining Cumhur raisi doktor Mamtimanali apandi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.